Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede sıra ağacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 10. ayının 18. günü heptiğe Çarşamba vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden eşsek Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden İsrail'e gidip geldi. Endilikte bugün şunu münasebet kaldı. Leksiye sözleyimiz sizlerge vatandaşlar. Bugünkü mavzumunda vatandaşlar. Prezident Joe Biden hükümeti Beijing'ni yani bir qatam qistab keldi. Mavzulu xabar bunun ayının 17. günü Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 10. ayının 16. günü Prezident Joe Biden hükümeti mundaq ko'rsatdi. Yangbida qatorliq shirkatlar uchun loyihalangan texnik ilg'or aqliy iqtidor Android'ni Jungo'ga eksport qilishni to'xtatishni planga oldi. Bu katta xabar. Hozir bu nati ciddi qaralyapti torbetlarda, mayli pul qaraydigan yillar, mayli halqalaq paytlar bo'lsin, bu to'g'ri nurg'un xabarlarni berdi. Bu texnika o'tganda jakarlab pop, texnikani cheklash deganda jakarlab pop yana endi gapning o'zini aytganda Jungo'ni iqtisodiy jihatda to'lama qistab qo'ymaslik uchun ayrim texnikaviy narsalarni eksport qilib turgan ekan. Bu qatam eng ilg'or texnika. Bu agar Jungo'ning qo'li o'ssa harbiy ishlarga ishlatadi deb qaraladi ekan. Hozir shuni bo'g'ib tashladi. Hani bekar qildi yoki planga oldi Amerika. Bu demak hozir hisoblasak 10. ayning 5-6 kunlari atrofida senator Chuck Schumer Beijingni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin masalan Jungo'ning maydoni bo'shadi, kichikkina yumshab ketdi deyilgandan keyingi hisobda buguncha soat 18 ma 13 kundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qaratgan fan texnika sohasidagi siyosatining yangi bir qadami deb qarasangiz bo'ldi vatandosh. Rusya taraf Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping suhbatida muhim mavzular oshkorildi. Yani bir xabar. Mavzuli xabar 10. ayning 17. kuni yangi tongliklar to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Beijingda Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Kreml sarayı bayonotchisi Peskov mundaq ko'rsatdi. İşki rahbar İsrail'e Hamas to'qinishini va to'qinishdan kamayib ketishidan saqlanishni muhokama qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. İki taraf ciddi muhokama qiladigan masala, ciddi xalqaro masalalarni muhokama qildi. Buning ichida xalqaro masalalarda Beijing bilan Moskvaning maydoni yaqin va birdak bo'ladi. Zaten nima xalqaro masala? Konkretlik yo'q, ajoyib dunyo. Xalqaro masalalarda ikki davlatlarning yaqin va birdak maydonni oshkorlaydi yoki muhokama qildi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungo'lar Rossiya Hamasning Isroilga hujum qilishni astirishdan qo'llagan bo'lishi mumkin. Bunda qo'llash Amerika va Yevropaning Ukraina urush maydoniga va Tayvan masalasiga diqqat qilishni boshqa tarafga burib o'tishni maqsad qiladi. Yana bir xabar, endi bu xabarga diqqat qilishlar vatandoshlar o'tib ketdi deyli. Vladimir Putin keldi, Reis Xi Jinping dag'dug'liq qarshi oldi. Hozir Beijingda bir yo'l bir belbog' siyosati yoki buni Beijingni Kompartiyaning o'zimi Kompartiya gezitlari mag'lub bo'lgan bu mag'lub bo'lgan siyosatni yana madalab o'tirg'i chiqish bu endilikda Osiyochi 100 obri qo'g'lishish degan xulosani chiqadi. Birinchi nima bir yo'l bir belbog' siyosati boshlandi. Endi maxfiy suhbat hozir Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping o'tirishga maxfiy suhbat baki bo'linib bo'ldi. Bu nima to'g'rida so'zlashdi uni huquqini olmaydi endi bilmaymiz vatandosh. İnşaatta endi milaki kilep hem de 11. ay aldığımızda
Amerika Qo'shma Shtatlari San Fransisko shahrida endi Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini ochildi vatandosh. Bu yig'inga Amerika Qo'shma Shtatlari Reis Xi Jinpingni taklif qildi deyli. Yoki oshkora taklif qilmasimi sharoit yaratibdi. Reis Xi Jinping kelib bu yig'inga qatnashishi kerak dedi. Yoki shundoq talaffuzda, yani uch oshkora bo'lmasimi shundoq talaffuzda Reis Xi Jinpingning bu yig'inga qatnashishiga yo'l qo'ydi. Biroq Hong Kongning Lijachoma u odamning bu yig'inga kelishini Oqsaroy shu vaqtda rad qildi. Hozirgacha bu to'g'rida bir gap yo'q, keladi u yoki kelmaydi degan narsa bir gap yo'q. Biroq bu yerda siz qarab turing, hozir xalqaro vaziyatga munosabatlik deyli. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden O'tir Sharqda İsrail davlatiga yetib keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'xshash kunda, ya'ni 10-oyning 17-kunida Beijingga yetib keldi. Beijingda Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Endi bu siyosat shundaq sizga bizga oshkora emas. Ular yana maxfiy so'zlash deganda nimalarni so'zlaysiz, siz biz buning daxil emas. Biz buning shohidi emas vatandosh. Biroq shu vaqt tartibidan qarasangiz, shu anda oldimizda San Fransiskoda 11-oyda ochildigan yig'in, bu yig'inga Reis Xi Jinping kelmişlar. Hozir shundaq gap chiqdi o'tirga. Mesela bundan biri Wang Yi'ni bir qatam hozir Washingtonni ziyorat qilish tartibi bor ekan. U qachon keladi Wang Yi bilgan olmaydi, majig'an alaqabarlar nima bir yo'l bir belbaq yig'ini oxirlashganda kelishi mumkin. Shundan avval hozir Amerikada turishliq Jungo bosh elchixonasi qaramog'idagi ommaviy ishlar diplomatiyasiga munosabatlarga mas'ul bir nafar ayol hozir Reis Xi Jinpingning Kaliforniyaga kelishi, San Fransisko yig'ini qatnashishi to'g'risida to'xtalib, hukumat yoki Jungo hukumatining qo'ygan shartlarini o'tirg'i chiqaribdi. Hozir bu to'g'rida sizlarga so'z deymiz vatandoshim. Sen shart qo'yma kelaversang yig'inga bo'layli burdi. Mushu paytda shartni oshkorlab o'tirib qo'yganingdan qaraganda kichkina o'zingga shunchalik bir dasmoyi topdingmi? Va yoki masalan O'tir Sharq vaziyatini qalaymiqon qilishga qatnashib, turgan dedi-ku, Iron Jungo deb qatnashib, Amerikani avorchilik qilsaladingmi o'zingning nazarida? Shundaq nazari bilan endi bu shartlarni o'tirib qo'ydingmi demoqchi bo'lyapmiz vatandosh. Buni jarayoni qanday? Ma'nan qarang. Beijing echipla baho talab qildi. Beijing Xi Jinping bilan prezident Joe Biden suhbatiga 4 turli shart qo'ydi. Mavzuli xabar 10-oyning 17-kuni Amerika Kanada Moliya gazeti da e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Nikkei Asia jurnal 10-oyning 18-kuni xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Bir nafar Jungo diplomatiya amaldori mundaq dedi. Jungo'ning Reis Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning kelar oyda San Fransisko shahrida Osiyo Tinch okean hamkorlik yig'inida ko'rishishini qarshiladi. Faqat Jungo Amerika hurmat qildi bizni deb his qilgan ahvol ostida bunda ko'rishishni ishqa shurg'uli bo'ldi. Ko'rdingizmi? Demek Amerika Jungo'ni hurmat qildi degan to'yg'iga kelaylik. Amerikaning Jungo'ni hurmat qilganligini his qilaylik. Yoki buning munosabati yana nima gaplar bor? Shuni his qilaylik, ondan biz prezident Joe Biden bilan suhbatlashamiz. Ondan biz prezident Joe Biden bilan ko'rishimiz. Shart eg'irmikan, yenikmikan vatandosh? Masalan, sen hurmat talab qilding Amerika Qo'shma Shtatlarida, nima hurmat? Nima ishni qilganing uchun seni Amerika hurmat qilishi kerak. Masalan, Amerikaga foydali nima ishni qilding? Masalan, jahonga foydali nima ishni qilding? Masalan, ishkirda uylarning ishida mamlakat davlatingda bostirishlarni to'xtatib xalqaro uchun zaten nima foyda ish qilding? Amerika shuning qartasini hurmat qilsam, bak, zaten nima ish qilding? Chunki kompartiyasi ansi bekademika Amerika seni nima hurmat qilmoqchi endi?
hürmet kıldı dep his kılsak San Francisco söhbetide yani Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping görüşüdü. Bu şartdan kattalığını gördünüz mü vatandaş? Qarap durun ha. Görüşüşünü iş kaşırgılı buldu. Cungo'nun Amerika turuşluk ammi işler elçisi Xu Shiwen Amerika Cungo tədqiqat orunda yıllık yığında fikir bayan kılıp meselelerine cevap bergende mundaq dedi. Xi Jinping bilen Prezident Joe Biden'dan ötmüşteki uçuruşları stratejilik karakterde elip verildi. İki taraf hata düşünüşlerini düşendirişke vurundu. Xi Shiwen mundaq görsetti. Biz iki tarafın oturusida nurgun meselelerde ihtilaf var. Men şu doğruda mundaq hesaplayman deydi Xi Shiwen. En mühimi ortak menfaatimizni itiraf qilishimiz kerak. Mesela Cungo Amerika ortak menfaatini itiraf qilishimiz kerak dedi. U meseleni mundaq o'tirg'i qo'ydi. Amerika Cungo'ga yadroluk menfaatiga münasebetlik 4 meseleni o'ylash kerak. O mundaq meseleni o'tirib qo'ydi. Amerika Cungo'nun yadroluk menfaatiga münasebetlik 4 meseleni o'ylash kerak. Kechiringlar. Birinchi, bu 4 mesele Xi Jinping tarafidan tuvandagidek o'tirib qo'yildi. Birinchi, Tayvan meselesi. İkinci, demokratiya ve kişilik hukuk meselesi. Üçüncü, Cungo'nun terakkiyat yolu, iktisadi siyasi tüzümü meselesi. Dördüncü, Cungo'nun terakkiyat hukuku. Çırayla koyup da şunu ama Cungoluklar üsteden mesele koyuşka. Hoş, eğer Amerika Koşmuş Ştatları oylanış gerek boğan bu mesele. Oylanış degenden mezmunu eğer Amerika Koşmuş Ştatları muşu siyasetlerde vazgeçse, andın biz San Francisco yığında iki devlet rehberinin pişirişini iş kaşıra alayımız demekçi ha. Eğer Amerika bunun için Tayvan meselesini taşlayıp etse, demokratiya kişilik hukukunu taşlayıp etse, vakti Cungo Kompartiyası bilen, onun sekreteri Xi Jinping bilen söz işidiğen mesele, kaysı mesele vatandaş? Ben seni hürmet kılman dep de söz düşem da. Ya ki karşılım ben seni dep de söz düşem da. Ya ki yukarıda etkanda terakkiyat yolu ve terakkiyat hukuku işki mesele. Yol nime, hukuk nime? Cungo'nun yolu bilen hukuka doğru söz düşem da. Tayvan yok, kişilik hukuk yok. Demokratiya yok. Bu timlarını çıkarıp etip, mavzularını çıkarıp etip Cungo hükümetinin talebi hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden bilen San Francisco yığında söhbetleşir. Kaltısı ki vatandaşım. Bu vaziyet, hazırki vaziyette küçükini can kırıp kaldı mı Cungo Kompartiyası'na? Yakın şu vaziyette alançılıkta mesela Amerika Koşmuş Ştatları otturu şarkıda aldıraş. Şunu muşundaq vaqtda muşundaq şartni o'tirib qo'yishimiz kerak dedimi Cungo Kompartiyasi. Belgili bo'lmaydi vatandaş. Lekin qanday qashqarlanib bu 4 masala. Siz tasavvurda muhokama qilib baqing vatandaş.